Assalomu alaykum, muhtaram birodarlar. Mana ukalarimiz kraska sepishib beryapti gumbazimizga. Alloh rozi bo'lsin ukalarimizdan, rahmat shularga. Mana ichkariga kirishib olib sepishyapti. Mana gumbaz ichida mana chiroyli qilib sepishib qo'yyapti. Alloh rozi bo'lsin ukalarimizdan. Yana eksik ukamiz yanadan kelishib sepishyapti fermalarga. Rahmat shularga. Qolmanglar. Sizlar yaxshi charchaysizlar. Olyapsizlarmi? Rahmat. Mana sepishib beryapti. Rahmat shularga. Ukalarimiz fermalar qo'yishyapti. Mana usta katta ustasi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin ukalarimizdan. Mana chiroyli qilib sepishyapti mana xonasiga. Xudo xolasa yaqin kunlarda gumbazni ko'tarib qo'yamiz. Mana pitib qoldi.